Siz har kuni iste'mol qilayotgan bu 5 ta mahsulot sizni saratonga olib boradi. Birinchisi, kolbasa va sosiskalar. Ular saraton chaqiruvchi nitrat va nitritlar bilan to'la. Organizmda ular toksik birikmaga aylanadi. Ikkinchisi, qovurilgan ovqatlar, ayniqsa chipslar. Yog' yuqori darajada qizdirilganda undan akrilamid hosil bo'ladi. Bu esa hujayralarni shikastlaydi. Uchinchisi, oq non va shakarli yormalar. Bular insulin va yallig'lanishni oshiradi. Saraton rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. To'rtinchisi, alkogol. Organizmda atsetaldegid degan zaharga aylanadi. Bu DNKga zarar yetkazadi va immunitetni zaiflashtiradi. Beshinchisi, shakar va gazli ichimliklar. Ular nafaqat sahrga olib keladi, balki organizmni surunkali yallig'lanish holatida ushlab turadi. Bu mahsulotlar og'riq bermay, sekinlik bilan o'ldiradi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, hoziroq Medfactorga obuna bo'ling.